Karpatka shirinligini eshitganmisiz? Birgalikda tayyorlaymiz. Idishni olovga qo'yib, suv, sut, shakar, margarinni solib eriguncha aralashtiramiz. Un solib, quyilgunicha aralashtirib turamiz. Massa o'rtaga yig'ilib oladi. Massamiz biroz sovigandan keyin uchta tuxumni ketma-ketlikda solib aralashtirib olamiz. Listga pergament solib qolip qo'yib, qolipimizga yoyib olamiz. Ushbu xamirdan ikkita ko'rish chiqadi. Pechda pishirib olamiz. Ko'rishlarni sovitishga qo'yib, krem tayyorlab olamiz. Qaymoq, shakar upasi, tvorojniy sir. Eng mazali kremlardan biri cheese krem tayyorlab olamiz. Ko'rishimizni qolip ichiga qo'yib, biroz chetlarini siqib, krem bilan to'ldiramiz. Kremni yaxshilab tekizlab olamiz. Krem ustidan ikkinchi ko'rishimizni qo'yamiz. Ustidan zichroq qilib bosib, qolipni sekin asta ko'taramiz. Bezaklar albatta xohishga ko'ra, men shakar upasidan sepdim va qulupnoy bilan bezatdim. Soatlab xolodilnikda ham kutishga hojat yo'q. Mazali pirogimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang.